Bu sumочка, retro sumочка. Bu necha yil bo'ldi bunga? Adashmasam 16 yil bo'lyapti, bilmayman qancha bo'lyapti. Ayamning merosi. Shotlandiya kolleksiyasida chiqqan, aynan va bu hamma shotlandskiy stillarga ham tushib ketaveradi. Va hozir ko'rib turganingizdek, aynan chek, ya'ni kletka kiyimimizga mos bo'lib uyg'unlashyapti bir-biriga. Ertaga ertalabdan Surxondaryoga azamatli yurtga ketamiz. O'zing endi ko'rsatib qo'ying. Men yurtimga ketamiz, xudo xohlasa. Bo'ldi. Shuncha ko'rsatsak bo'ldi. Kiyimlar qayerdan keldi endi? Galstukni to'g'ri Galstuk yaxshi. Yaxshimi? Angliyadan kelgan. Qayerdan keladi boshqa? Bir nemis dizayneri bor. Nemis dizayneri Angliyada anaqa qilgan deydi. O'zini brendini o'sha yerda sotadi, o'sha yerda chiqaradi, o'sha yerda qilmagan zakaz qilib. Endi bu kiyimlardan keyin ancha-munchasi izlab qolmasa bo'ldi deyman-da. Chek material, kiltlarnimi? Ha. Mayli, qilishsin, har doim xursand bo'lamiz. Bu yangi emas, aytganimdek yangi emas. Lekin har doim yaxshi bir qanaqadir klassik obrazlarni olib qo'yaman. Ularni almashtirib, ozgina stilini to'g'irlab, zamonga, vaqtga moslashtirib olsa bo'ladi. Angliyada maktabda ham kiyib shularni ko'p bo'lganmiz. Shuning uchun menga yangilik emas bu. Choy ichamizmi? Choy ichamiz. Haydangiz. Hayyara!